Shu ustozim o'rgatgan narsani hammasini aytyapman-da. Men seni yaxshi ko'raman. Kechir meni. Afsusdaman, meni kechir. Shu paytgacha dedim, senga hech e'tibor bermagan ekanman. Oynaga qarab o'zimga gapiryapman-da, qizlar. Salom dedim Oltin. Men seni yaxshi ko'raman dedim. Birinchi men seni yaxshi ko'raman degandim, tiqildim. Uje tiqilib qoldim-da, gapira olmay qoldim. Dedim, nariyoqqa borib, yuzlarimni yuvib keldimda, yana qaytib keldim. Sababi ustozim shuni menga buyruq qilib berdi, topshiriq qilib berdi. Oynaga qaraysan, o'zing bilan o'zing gaplashasan dedi. Oynaga qaradim-da, keyin shu bilan men seni yaxshi ko'raman dedim. Hozir bemalol aytaveraman. Hozir oynaga qarasam, menga Oltin xonim, "Mana shunaqasiga qaraysan" deb turadi. Oldin oynaga qaray olmasdim. Masalan, men bu ekran oyna bo'ladigan bo'lsa borku, qizlar, oynaga borardim-da, mana shunaqa chekada turardim-da, keyin mana qildim. Nima qildim? Tavba qildim deyimda, keyin reska oynaga qarardim-da. "Salom Oltin" dedim-da, ko'zimga qarasam, ko'zim ichida nafrat ko'rardim, qizlar. Nafrat, qo'rqinchli. Ustozga aytdim men, "Ko'zim qo'rqinchli meni" dedim. "Ko'zimga qaray olmayapman" dedim. Ustoz aytdiki, "Qarang ko'zingizga" dedi. "Bundan qochib qutula olmaysiz" dedi. "Mana shu ko'zingizga qarang" dedi. "Ayting, nima aytmoqchisiz" degan. "Gapira olmayapman, yig'lab yuboryapman" dedim. "Gapiring" dedi. Hech kim yo'q uyda. Oynaga qarab turibman-da, voy, endi shunaqangi yig'laganman, g'ishib ketganman. Rosa kechirim so'radim. "Meni kechir" dedim. Men hali ham yig'layman. Sababi haligacha oxirigacha o'zimizni hali tanimaymiz biz qizlar.